Atrofdagilarga o'zingizga nisbatan 3 ta narsa qilishlariga hech qachon yo'l qo'ymang. Birinchisi, sizni o'tmishdagi xatolaringiz uchun tanqid qilishlariga va qoralashlariga. Bu faqat sizni ishingiz. O'tmishda xato qilmaydigan insonni o'zi yo'q avvalambor. Shuning uchun xatolarni tahlil qilish va xulosa qilish faqat sizni ishingiz. Boshqalar bu bilan shug'ullanishi bu sizda aybdorlik hissiyoti uyg'otish va sizni boshqarishga bo'lgan harakat. Ikkinchisi, hech qachon tanangizni muhokama qilishga. Ya'ni tanangiz bu sizga Xudoyim bergan bir ne'mat va uni kamchiliklarini ko'rsatish, uni ustidan kulish, uni nuqsonlar topish atrofdagilarni ishi emas, ishoning. Agar o'zingizga tanangizda nimadir yoqmasa, marhamat sport bilan shug'ullaning, o'zingizni to'g'rilashingiz mumkin, lekin yana qaytarib aytaman, bu faqat sizni ishingiz. Va uchinchisi, bu seni qo'lingdan kelmaydi, buni iloji yo'q deydiganlarga hech qachon ishonmang. O'z tajribamdan kelib chiqib aytaman. Hamma narsani iloji bor. Hayotda hech qachon hech narsani o'zgartirish kech emas va bu faqat va faqat sizning harakatlaringizga bog'liq. Ya'ni harakat, ishonch va o'zingizga bo'lgan hurmat hayotingizni butunlay o'zgartirishga qodir. Bu esa faqat sizning ishingiz, o'zgalarning emas.